borku badimga urdi. Bilyapsizlarmi azizlar? Jonimga tegdi, ishonasizlarmi? Ilojimiz yo'qligidan mana shu yerga kelib 1 so'm, 2 so'm, 3 so'm ishlaylik deymiz, lekin shu 3 so'm ham million so'm bo'lib chiqib ketyapti. Milliard so'm bo'lib chiqib ketyapti. Ishonasizlarmi? O'sha badga urgan qon tupiryapmiz. Qon. Bu nima ahvol? Kim bizga qaraydi? Nima bo'lyapti? Xohlagan narxini qo'yishyapti. Xohlagan narxini shunday qo'yib, xohlagan narxni so'rab olishyapti. Men-ku mayli, biz erkakmiz. Biz ozgina chidaymiz. Mana shu yerga kelgan ba'zi bir ayollar nolay zori bilan yig'layapti. Ishoninglar. Ozgina raqam qilinglar. Ozgina insof qilinglar. O'tiraman men sizlardan. Shu videoni tarqatib yuboringlar. Ba'zi bir joylarga yetib borsin.